Muammo boshlandi, polis keldi. Yopib qo'ymasa bo'ldi endi bizani. GTR turibdi, lekin bunga hech kim qarayotgani yo'q. Hammani e'tibor markazida o'zimizni Jiguli. Oke, hammaga bunlar rasmga tushyapti-da, buni mensimayapti lekin, to'g'ri? Shunaqa aka. Bizani 06 ni ko'rib, GTR to'xtadi. Nomerga e'tibor beringlar. 4-7, 3-7. Eshitamizmi ovozini? Aynan shu mashinaga $50,000 pul tikilgan desam ishonasizlarmi? Yoshligidan haydashga qiziqqanlar-da, New-York kelganlaridan keyin shu orzularini amalga oshiraman deb maxsus olib keltirgan ekanlar. Ko'rganlarning hammasi rasmga olyapti, rasmga tushyapti. O'zi mumkin emas, orqasida New-York nomer, oldiga ham xuddi shunaqa nomer taqish kerak, lekin okam risk qilib o'zbek nomer taqib qo'yibdilar. Maza qilishyapti. New-York ko'chalarida odamlar bu mashinani ko'rib maza qilyapti. Mira que o'rganib qolishga tarzga kerak bo'lsa bizlar uchamiz Marsga. Bolalar to'g'ri tushuntirishdi politsiyaga. Rahmat. Mahalla bilganlaringni, qillaring, shovqin qilmalaring, to'polon qilmalaring dedi.